Aló? Aló, assalomu alaykum. Alaykumussalom. Sharifaxon onajonimiz bilan bog'landikmi? Ha. Onajonim, sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, Allohga shukr. O'zlaringiz yaxshimisizlar? Alhamdulillah, yaxshimiz. Onajon, maylimi ijozatingiz bilan 5 daqiqa vaqtingizni olsam? Nima edi? Nimaga? Qayerdan bu telefon? Avvalambor o'zimni tanishtirib o'taman. Ayni damda Telegram ijtimoiy tarmoqlari orqali o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqinimga tabrik loyihasidan sizga murojaat qilyapmiz onajon va men Kamina loyiha boshlovchisi Mushtarixon bo'laman. O, jonim mening Mushtarixon. Bugungi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz, ya'ni shukronalik kuningiz bilan sizni butun jamoamiz nomidan muborakbod etib qolaman onajon. Rahmat kızım, ketdi. Arzimaydi, bunday xayrli, bunday chiroyli yoshingizga ko'plab yoshlar qo'shilsin. Dunyodagi jamiki chiroyli yaxshi tilaklarni sizga tilab qolaman. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim onajonim. Rahmat, sizlardan umringiz uzoq bo'lsin. İşlerinizde rivoj, omadingiz bersin. Rahmat kattakon onajon. Umringiz ziyod bo'lsin, rizqingiz ziyod bo'lsin. Amin. İşlerinizde hamisha yaxshi kunlar, yaxshi muvaffaqiyatlar, umuman hayotingizda hech qachon g'amginlik ko'rmanglar. Voy kattakon rahmat onajon samimiy tilaklar uchun. Onajonim, shunday ajoyib tantana kuni munosabati bilan bir-biridan ajoyib bo'lgan dilnomalar, qalbdagi so'zlar kelib tushgan bizning qo'limizga. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi mehribonlaringiz, qaysi dilga yaqin insonlaringiz sizni mana shunday surpriz tarzda tabriklayotgan bo'lishlari mumkin? Kimlardan taxmin qilasiz? Opalarim, do'stlarim, shogirdlarim, oila a'zolarim, endi meni shogirdlarim ham ko'p qizim. Mashalloh onajon, umrlaringiz uzoq bo'lsin ilohim. Onajon, sizni bugun tabriklagan insonlar jamiki hamma farzandlaringiz va nabiralaringiz tomonidan minnatdorchilik, samimiy tilaklar, minnatdorchiliklar kelib tushgan bizning qo'limizga onajon. Farzandlaringiz yozib qoldiribdilar chiroyli dil tilaklarini. Bizning tomon, sizning tomon yozib jo'natib qolgan ekanlar. Rahmat, hammasine rahmat. Kızım, yurtumuz tinch bo'lsin, sizlarning yoshlar o'nib o'ssin, murod maqsadına yetib yuravergaysilar Xudoyim. Amin ilohim, aytganingiz kelsin onajon. Ana endi chiroyli bo'lgan dilnomalarni, qalb so'zlarini sizga aytib eshittirib o'tsam maylimi onajonim? Mayli kızım, mayli. Unda diqqat bilan tinglaysiz onajon. Assalomu alaykum azizim, mo'tabarim, jannatim, rayhonim, onajonim. Bugun biz uchun eng qadrli, eng nurli kun. Dunyoga sizdek mehribon, sabrli, oqila ayol kelgan kun. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin jannatim. Biz har kuni siz yonimizda borligingiz uchun mehribon Allohimga shukronalik aytamiz. Bizning orqamizdan tinim bilmay yurganlaringiz, har bir farzandlaringizni kam qilmay asrab avaylaganingiz, mehringiz ayamaganingiz uchun sizga boshimiz yerga tekunicha ta'zimda bo'lamiz va minnatdorchilik bildiramiz onajon. Bizni boqaman deb to'kkan har bir tomchi teringiz jannatlarda daryoga aylansin. Har bir bosgan qadamingiz savob bo'lib yozilsin onajon. Sizni baxtda, omadda, sog'likda, tinchlikda, uzoq umrda ko'rish bizning eng katta orzu va tilagimiz onajon. Uyimizga nur, ko'nglimizga orom berib doimo sog' omon davramizning to'rida qo'llaringizni duoga ochib bizning duogo'yimiz bo'lib yuravering onajon. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Doim ham bu gaplarni sizga ayta olmasak-da, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz onajon. O'zingizni doimo biz uchun
asrab avaylab ehtiyot qiling mehribonim. Siz bizga eng qadrli insonlarimizdan birisiz. Kaftimga to'kildi durdek duolar. İltijoga to'lgan yer u samolar. Kechir o'tgan bo'lsa mendan xatolar. Onamning jonini og'ritma Robbim. Bir umr men uchun duoyi jonda. Uningdek mehribon yo'qdir jahonda. Tunu kun yolvorib so'rayman sendan. Onamning jonini og'ritma Robbim. Onam xasta bo'lsa olam zimiston. Dunyoda yurmakka qolmaydi imkon. Sajdadan boshimni olmayman ishon. Onamning jonini og'ritma Robbim. Boshimga ne kelsa o'zingdan ko'rgum. Ming bor sinovingda sabrla turgum. Borsam senga borgum, senga yolvorgum. Onamning jonini og'ritma Robbim. Bolam deb borini unutgan o'ldirib. Kel Robbim ularni quvontir, kuldir. Mening shukronamdan dunyoni to'ldirib. Onamning jonini og'ritma Robbim. Onajon, hech qachon xasta bo'lmang. Oldimizda doimo ko'zlarimizni quvontirib, mana shunday bahordayin go'zallashib yuravering. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deya chiroyli dilnomalarga yakun yasabdilar. Mehribon farzandlaringiz, nabiralaringiz onajon. Rahmat. Mustarixon qizim. Juda menga o'xshab pir badavlat bo'lib, shunday tug'ilgan kunlaringizni inshaalloh o'tirish nasib ro'z aylasin Xudoyim. Yine oldimizda ro'za Ramazon oyiga o'tir. Mana shu bayram bilan ham sizni tabriklayman. Rahmat qizim, rahmat katta. Ayni damda suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinyapti. Sizning ham samimiy tilaklaringiz bo'lsa, farzandlaringizga, nabiralaringizga aytib o'tishingiz mumkin onajon. Farzandlarim, nabiralarim hamisha sog' salomat bo'lsin. Bu hayotda neki orzu umidlari bo'lsa, hammasiga erishsinlar. Dunyomiz tinch bo'lsin. Amin ilohim. Bizlar endi 74 yoshga kirdik. Mashalloh. Menga da 100 yosh bergay. Ilohim. Shu farzandlarimga da ishlarina rivoj, omad. Mana shu Serquyosh O'zbekistonimiz uchun, vatanimiz uchun jon fido qilib ishlab, shuni ravnaqi uchun mehnat qilaversinlar. Amin ilohim. Ish qilib yurtimiz tinch bo'lsin, hammani xonadonida yaxshi kunlar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Bizi yurtimizda to'ylar yarashadi, yaxshi kunlar yarashadi. Hamisha sog'lik, salomatlik bo'lsin qizim. Rahmat katta. Arzimaydi onajon, ko'nglingizga oz bo'lsa ham quvonch ulashgan bo'lsak, bizning ko'nglimiz tog' kabi ko'tarildi onajonim. Umringiz ziyoda bo'lsin. Allohimning panohida bo'ling har doim. O'zingizni asrab, avaylab ehtiyot qiling yaqinlar uchun onajonim. Rahmat qizim, katta rahmat. Arzimaydi. Omadlaringizni bersin sizlardan. Rahmat, kattakon samimiy tilaklar uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling onajonim. O'zingizni ehtiyot qiling. Allohimga omonatsiz. Rahmat. Salom. Boshimga ish tushganida omad qushi uchganda do'stu yor ham kechganida panoh bo'lgan onajonim dilda pinhon g'amlarimdan kiprikdagi namlarimdan ko'nglimdagi kamlarimdan ogoh bo'lgan onajonim siz mehribonim
Zamanı